قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهياما وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barliq hamdu sanalar alemlerinin perverdigarı Allah Teala'ga xastır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, aile azalarga, sahabelerge ve o zatga güzel ahlak bilen ergeşken barliq mümin Müslüman qarindaşlarga Allah'ın salamı ve berekatı bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz mümin Müslüman qarindaşlar, bugünkü dersimiz bolsa, dinning ahkamlari haqoratlansa, g'azablanish ve Allah'ның diniga yordam berish to'g'risida. Allah Teala Qur'oni Karimda mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yu'azzim hurumatillah fehuve hayrul lah inde rabbih. Kimki Allah'ның dininin ahkamlarını ulug'lasa, bu Perverdigarının dergahida onun dünya ve ahiretliki üçün yaxşıdır dedi. Az qarindaşlar, Allah Teala belgilep koygan kanun kaidelerine yaki bo'lmasa dinning şuarları başkalar tarafından hakaret kılıngan çağda ana şununla haqiqiy mümin Müslüman bolgan bende özünün karşılıkını bildirişi lazımdır. Sükut saklap turuşqa bolmaydı. Allah Teala hakaretlense, Peygamber aleyhisselam hakaretlendiğen bolsa, yaki dinning bazı bir Allah Teala belgilep koygan kaide kanun kuralları başkalar tarafından hakaretlengende sükut saklap durmasdan onunla itiraz bildiriş her bir mümin Müslümanның vazifesidir aziz qarindaşlar. Allah Teala yana bir ayette mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. İn tansurullaha yansurukum ve yuthabbit aqdamakum. Ey müminler, sizler Allah'a, yani Allah'ның diniga yardım bersanlar, Allah sizlerge yardım berdi. Yani düşmanlarga karşı yardım berdi. Kadımınlarını uruş meydanında berqarar kılıdı dedim. Allah'ның diniga biz qanda qılıp yardım bereleymiz. Allah'ның diniga yardım beriş degenlik, Allah buyurgan işlerini beceriş, Allah qaytırgan işlerden özünü çekleş demektir aziz qarindaşlar. Mana bu bizning dinimizga qilgan yardımımızdır. Vahalenki Allah Teala bendenin hiç qandaq yardımıga yoki boshqa narsiga muhtoj emasdir. Allah Teala g'anidir, barliq narsalardan behojatdir. Hiç qandaq mahluqatiga, bandisiga Allah Teala'nın ihtiyacı tushmaydi, balki barliq mahluqatlarning ihtiyacı, hojati alamlarning Parvardigori bo'lgan Allah Teala'ga tushadi aziz qarindoshlar. Abi Mas'ud Uqbati ibn Amrul Badri radiyallahu anhudan rivayet kılındı. Ja'a rajulun ilan nabi sallallahu aleyhi ve sellem faqal inni la ata'akhkhar an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس
inna minkum munaffirin fa ayyukum amman nasa falyujiz fa inna min waraihi al-kabir was-saghir wa zal haja muttafaqun alayh. Abi Mas'ud Uqbat ibn Amrul Badri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq deydi aziz qarindoshlar. Bir kuni Payg'ambar alayhisolamning huzuriga bir kishi kelib aytdi ekanki, palonchining bizga namozni o'qib uzun o'qib berayotganligi sababidan bomdodga kechikib chiqaman ya Rasululloh dedi. Ya'ni paloni kishi bizning masjidimizda imomdir. O namozni nihoyatimi uzoq o'qiydi. Ya'ni uzun suralarni o'qib beradi. Men bu jarayonda namozda turishim qiyin ya Rasululloh, qijlanib ketaman. Shu yüzden namazga kechikib chiqaman deganda Payg'ambar alayhisolamning chiroylari qizarib ketdi. Nihoyatimi achchig'i keldi dedi. Bu hadisni rivoyat qilgan sahoba shundoq achchig'i keldi ekanki, men Payg'ambar alayhisolamning bundoq achchig'i chiqqanini men ko'rmagan edim dedi. Shuning bilan vaqt soat kelganda Payg'ambar alayhisolam sahobalarni yig'ib, ularga mundoq vaz nasihat qildi. Ya eyyuhan nas, ey insanlar, inna minkum munaffirin dedi. Sizlarning ichinglarda dedi, jamoatni qatjurvatkichilar bor ekan. Ya'ni dinni yomon ko'rsatish, dindan zeriktirib qo'yadigan mana shundaq insonlar bor ekan dedi. Fa ayyukum amman nasa falyujiz dedi. Sizlardan kimki insonlarga imom bo'ladigan bo'lsa, namozni qisqa qilib o'qib bersin dedi. Çünkü bunun sebebi şundan ibaret ki fa inna min waraihil kabir was-sagir ve zal haja. Çünkü onun keynide yeşi çoğuyup kalgan küçük balalar ve hacıtı bar insanlar bar. Mana shularni nazarda tutmağı lazım dedi aziz qarindoshlar. Yani bunundan bilib olaymiz ki dinimiz insanlarga yengillikni tug'diradigan, asonlikni yaratib beradigan dindir. İnsanlarni hargizmi qiyinchilikqa, mushkulotchilikqa, musibatlarga, ko'tarilmaydigan kulfatlarga sab qo'yilgan din emasdir aziz qarindoshlar. Yani bu hadisdan bizning oladigan foydalarimiz shulardan iboratki, bir inson boshqa kishilarga imom bo'ladigan bo'lsa, namozni normadan ko'p uzaytmasligi lozim. Ikkinchisi bo'lsa, bir inson namozni yolg'iz qilganda va yoki jamoat uningdan uzunroq sura o'qishni talab qilganda xohlagancha uzaytib o'qishi mumkinligini ko'rib olamiz. Shuning bilan birgalikda yana bu hadisdan achchiqlashning bir yomon ish ekanligini, ammo dinimizning ahkomlari, shariatlarimiz belgilab bergan hukmlar dafsanda qilinganda achchiqlashning joiz ekanligini ko'rib olamiz aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu masalaga nihoyatimi diqqat qilishimiz lozim. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisida mundoq deydi aziz qarindoshlar. Bu Ayşe anamızda rivayet kılıngan hadis bulup onda mundoq deyilgan. Anna Qurayshan ahammatuhum sha'nul mar'atil mahzumiyah allati saraqat faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem. فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفأ في حد من حدود الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet kılıngan hadiste mundoq deyiladi aziz qarindoshlar. Qurayshlarning Mahzum qabilasidan o'g'irlik qilgan bir ayol kishining ishi
g'amga solib qo'ydi. Quraysh xalqini g'amga solib qo'ydi. Bu Mahzum qabila bizga yaqin bo'lgan qabilalardan biri. Bu qanday qilib bu o'g'irlik qilgandi? Bu ayb bir ish bo'ldi, bu chataq ish bo'ldi deb ular bu haqda g'amga tushdi. Shuning bilan birgalikda ular bu ayol haqida payg'ambar alayhisalomga kim gap qila oladi deb aralarida suhbatlashdi. Endi buning qo'li kesilmasa yaxshi bo'ladi. Bu jazosini olmasa yaxshi bo'ladi. Yana bu birinchi qitimliq shu qo'l kesilish voqealaridan biri bo'lganligi uchun kesilmasa yaxshi bo'ladi. Chunki bu ayol Mahzum qabilasining obro'li insonlaridan biri edi. Ammo ming afsus, shaytonning orqasiga kirib mana shunday o'g'irlik ishini sodir qilib qo'ydi. Ondan ular bu haqda payg'ambar alayhisalom bilan so'zlashga Usama ibn Zayddan boshqasi jur'at qila olmaydi deyishdi. Chunki Usama ibn Zayd bo'lsa, payg'ambar alayhisalomning ozod qilgan quli Zayd ibn Sabitning o'g'li edi. Payg'ambar alayhisalom bu balani ko'p beqib cho'ng qilib, quchoqlarida ko'tarib yurganligi uchun bu balani payg'ambar alayhisalom nihoyatimi yaxshi ko'radi Usamani. Shuning uchun Usama hibbur rasul sallallohu alayhi vasallam deyiladi. Payg'ambar alayhisalom eng yaxshi ko'rgan insonlarning biri. Ya'ni payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'radigan insonlarning biri deb sahobalar orasida mana shunday bilinadi aziz qarindoshlar. Shunda qilib Usama radhiyallohu anhu bu to'g'rilab payg'ambar alayhisalomga gap qildi. Ya Rasululloh, ana shu Mahzuma qabilasidan bir ayol mana shunday o'g'irlik qilib qopti. Shuning qo'lini kesmasangiz yaxshi bo'ladi. Shuningga jazo ijro qilmasangiz yaxshi bo'ladi. Men shuning uchun sizning oldingizga keldim dedi Usama radhiyallohu anhu. Payg'ambar alayhisalom uningga aytdi ekanki, atashfa'u fi haddin min hududillah dedi. Yani Allah'ın belgilerinden yani cinayi hükümlerden şefaat talep kılamsan. Yani Allah belgilep koygan bir cezaga sen dellallık kılamsan demeksin. Yani şefaat kılış bana araga kelip şu iş bombası yaxşı oldu, şunu apu kılıversingiz yaxşı oldu. Manda bizden tilimiz boyunca aytganda dellallık kılış. Yani Allah belgilep koygan narsani qilmaylik, amaldan qalsin, bo'ldi qiliveting. Bo'pti, hech qisi yo'q deyishga qandoq jur'at qilasan deb payg'ambar alayhisalom nihoyatda achchiqlab ketdi. Achchiqlari keldi. Keyin payg'ambar alayhisalom o'rnidan turib insonlarni yig'ib xitob qilib dedi ekanki, innama ahlaka min qablikum annahum kanu iza sarika fihim sharif tarakuhu. Sizlardan oldingi ummatlarning halok bo'lishining sabablaridan biri dedi. Ularning orasida obro'li bir kishi o'g'irlikni qilsa, uni afu qiladi, bo'ldi qilib o'tadi. Uningga Alloh taolaning belgilab qo'ygan jazosini ijro qilmaydi. Ay bu palanchining balasi, bu palana qabilaning o'si, busi deb nayta obro'li insonlar yoki badavlat bir insonlar bir yomon ishni qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh qaytargan ishni sodir qilib qo'ygan bo'lsa, u insonlarga Allohning qonunini ijro qilmaydi. Shuning bilan birgalikda ularning oralarida va iza sariqa fihim ad-da'if aqamu alayhi al-had. Agar ularning oralarida kambag'al, himoyachisi yo'q insonlardan birisi bir gunohlarni qilib solgan bo'lsa, o'g'irlik qilib solgan yoki boshqa bir ishlarni islom dini belgilagan, qaytargan ishlardan bir gunohni sodir qilib qolgan bo'lsa, uningga mana bu Allohning belgilab qo'ygan qonunlarini ijro qildiradi. Ya'ni boyning gapi o'tadi, mansabdorning gapi o'tadi, kambag'alning, nacharning, miskinning, g'aribning, yo'qsilning gapi o'tmaydi. Shuning uchun oldingi ummatlar mana shundaq nohaqsizlik qilganliklari tufayli aziz qarindoshlar u insonlar halok qilingan edi. Xuddi payg'ambar alayhisalom ham ochiqlab mana shundaq dedi. Va so'zining davomida aytdi ekanki, vaymulloh,
Allah bilan qasamki dedi. Law anna Fatimatu bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. O'g'il Mahzumi qabilasininki ayoli bo'lib qopti. Ammo Muhammad alayhisalom kim? Payg'ambar. Alloh taolaning avatgan payg'ambari. Muhammadning qizi Fatima o'g'irlik qilgan taqdirda ham uning qo'lini kesgan bo'lardim dedi aziz qarindoshlar. Bu muttafaqun alayh ittifoqqa kelishgan Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda rivoyat qilingan eng ishonchli hadislardan biri aziz qarindoshlar. Shuning uchun mana bu dinimizningki qoida qonunlari har qanday inson uchun bir xildir. Barobardir. Hamma insonlar uchun mana bu qonun amalga kiriladi. Mana bu hadisdan tavandagi foydalarni olishimiz mumkin. Birinchisi, Allohning qo'ygan qonunlari dafsanda qilinganda osiyning gunohining kechirilishi uchun dallollik qilinmaydi. Bu palonchining o siti, pastanchining bu siti deb araga kirilmaydi. Kim qandaq bir Alloh taolo belgilab qo'ygan bir ishni dafsanda qiladigan bo'lsa, albatta u inson qilgan gunohining jazosini olishi shart. Uning uchun o'rtada shafaatchilik, dallolchilik qilinmaydi. Ikkinchisi, o'g'irlikning jazosini ijro qilishda er va ayol, boy va kambag'al ayrimchilik qilinmaydi. Ya'ni bir inson qandaq bir jazoni, gunohni ishlashidan qat'iy nazar, mayli u kishi bo'lsin yoki ayol bo'lsin yoki boy bo'lsin yoki kambag'al bo'lsin, islom shariatining hukmi hamma insonlar uchun barobardir. Chunki bu millatning halokatiga yo'l ochadigan katta haqsizlikdir. Agar uni obro'li insonlarga, boy badavlat insonlar uchun amal ijro qildirmay, tavan tabaqadagi insonlar uchun ijro qildiradigan bo'lsa, mana bu insonlarning, butun xalqning halok bo'lishiga yetaklaydigan cho'ng bir falokatni elib keladi. Mana bu haqsizlik. O'rtada qilingan haqsizlik ana shu jamiyatning yo'qilishiga, barbod bo'lishiga sabab bo'ladi aziz qarindoshlar. Yana buningdan bir oladigan ibratimiz shuki, o'tgan ummatlarning beshiga kelgan falokatlardan ibrat elishimizning lozimligi so'zlab o'tiladi. To'rtinchisi bo'lsa, dinimiz gunoh deb hisoblagan ishlarni qilgan kishilarga achchiqlashning joizligi bayon qilinadi. Achchiqlashni dinimiz tavsiya qilmaydi. Achchiqlang, urishing, so'qishing, mana bu ishlarni qilmaydi. Dinimiz nihoyatda muloyimlik, mehr shafqatlik bo'lishga da'vat qiladi. Ammo dinning hukmlari, shariatning ahkomlari, dinningki sha'airlari dafsanda qilinganda inson o'zining noroziligini bildirishi shartdir aziz qarindoshlar. Joizdir. Qarab tursak, dinimizning ustidan boshqalar masxara qilsa, dinimizni boshqalar dafsanda qilsa, biz o'zimizning noroziligini bildirmay sukut saqlab turishimiz joiz emasdir. Xuddi shuningdek, masalan, payg'ambar alayhisalomni haqoratlab, ayblab, mana bu xristian olamida ba'zi bir nimalarni qildi, ayiblaydigan video kasetlarni ishlab chiqardi. Mana shuningga biz sukut saqlab turishimiz biz uchun yaqishmaydigan, yarashmaydigan, joiz bo'lmaydigan ishlar. Buningga biz o'zimizning qo'limizdan kelishicha qarshiligimizni, noroziligimizni bildirish mu'min musulmon insonning ishidir. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda ana boshdagi oyatda dedikki: "Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khayrun lahu 'inda rabbi" dedi. Kimki Allohning dinining ahkomlarini ulug'lasa, yana mana shundaq nimalarni boshqa bir inson chiqsa, yo'q, undaq emas deb ulug'lab, hurmatini qilib joyiga keltiradigan bo'lsa, bu Parvardigorning dargohida, ya'ni u insonning dunyo va oxiratligi uchun yaxshidir. Mana shunda qarshi chiqqanligi uchun, noroziligini bildirganligi uchun Alloh taolo u insonga dunyo va oxiratda
qanchalagan yaxshiliklarni, mukofotlarni ato qiladigan. Shuning uchun aziz qarindoshlar, mana bu so'zlangan vaz nasihatlardan ibrat oladigan, vaz nasihatlardan foydalanadigan va buningga amal qiladigan solih muttaqi bandalardan qilishini Alloh taoladan tilab qolamiz. Alloh taolo mana bu darsimizni hammamiz uchun xayrli qilsin, yaxshiliklarga vasila qilsin va boshqalarga mana bu anglamimizni yetkazadigan, tabliq qiladigan yaxshi qullarning, bandalarining qatoridan qilishini Alloh taoladan tilab qolamiz. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.